Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün okulmakçı boğan ders tövendikte. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh tövendiki babda mundaqdaydı. Bir adam namaz okuptu, aldıda bir tonu barken, yaki ot barken, yaki Allah'tan başka ehli kitapla yaki müşrikla ibadet kıldığan başka bir narsalar barken de mesela şularniki dinide ulug' sanıldığan başkalarının dinide. Lekin bu adam bu özün okugan bu namazı bilen Allah'ni irad kıptı. Aldıdaki ot bolsun başkalarının butu deyimiz yaki başkalar çokunduğan narsalar bolsun. Bunun hiç qanday itibar vermegen ahvallası da özün namazı bilen Allah'ın rızalıkını közlep okugan bolsa namazda. Bu qanday boldu demekçi. Hem de İmam Zuhri rahmetullahi aleyh şundaq degan, "Mana Anas ibn Malik raziyallahu anhu sözlep berip, Peygamber aleyhissalatu vesselam şundaq degan deydi. Men namaz okuyotgan vaqtimda manga davzaq şunda oldimdan o'tdi deydi. Davzaq manga ko'rsatildi degan hamda. Bu 431 numaralı hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Mesleme hadis sözlep bergen deydi. Bu zat İmam Malik'tin. İmam Malik Zeyd ibn Eslem degan kişiden. Bu zat Ata ibn Yasar degan kişiden. Bu zat ustazi Abdullah ibn Abbas'tan bayan qilgan bolup, Abdullah ibn Abbas shundaq deydi. Quyosh tutilgan paytlarda Payg'ambar alayhisolatu vasallam namoz o'qigan bolup mundaq degan. Davzaqni ko'rdim. Bugünkidek bunda qo'rqinchli qabih kunni ko'rib boqmagan deydi. Bu hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şu quyosh tutilgan vaqtida Rasululloh bir namoz o'qigan. Şu paytlarda şu davzaq Rasulullah'ning oldidan shunda kechilganda, ko'rsatilganda hozirgi ekrandagi aniq holatda. Shuni demoqchi. Hamda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh qiyomatning holatlari tasvirlangan hadisni bu yerda bayon qilish orqali ameliyatda dunyoda yuz beradigan amaliy real o'tning misolini bunga solishtiryapti. Ameliyatda Payg'ambar alayhissalatu vassalam oldida ko'rsatilgan bu davzaqdan iborat bu o'tda Rasulullohning o'zining ixtiyori bilan bo'lgan emas. Ammo insonning oldida tonu bo'lsa ya o't bo'lsa, masalan namoz o'qigan bo'lsa, bu insonning ixtiyoridagi masala. Demakchi bo'lgani bu shakl jihatda o'xshash bo'lg'achqa İmam Bukhari rahmetullahi aleyh buni misol sifatida bayon qilgan bo'lishi mumkin dedi. Muhim masala oldidagi narsalar boshqalarning ibodat qiladigan narsalar bo'lgan taqdirdami yoki chunki o't hamda majusiylarniki ibodat qiladigan bir ma'budi majusiylarniki. Shunashqa bu yerda buni bayon qilib aytganlik. Demak o'qigan namozi Alloh rizoligi uchun bo'lsa, oldidagi qo'yilgan narsalar kim ma'bud bo'lishdan qat'iy nazar namozga ta'sir yetmaydi demoqchi bu yerda. Hamda tövendiki hadisda bobda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh qabristonlikda namoz o'qishning makruhligi haqida to'xtalib, bu 432 numaralı hadis. Buningda bizga musaddad hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu zat bizga Yahya Ubaydullahdan hadis bayon qilgan deydi. Ubaydullah bo'lsa menga bu hadisni Nafi Abdullah ibn Ömer'den xabar qilib bergan edi deydi. Abdullah ibn Ömer Janobi Rasulullah'dan bayon qilgan bo'lib, Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem shundoq degan: "Uyinglardimi ancha-muncha namoz o'qinglar" deydi. O uyni qabristonlik qilib qo'ymanglar degan. Chunki qabristonlikda namoz o'qish makruh bo'lg'achqa, qabristonlikda namoz o'qilmag'achqa, qabristonliklar bilan uyinglar o'xshash shaklda bo'lib qolmasin, ba'zi namozlarni uyinglardan o'qib qo'yinglar deydi. Ya'ni bu faqat nafl namozlarga qaratilgan. Chunki farz namozlar asosan masjidda o'qiladi. Yana birisi ulamolar bundan ikki mazmun olgan bu hadisdan. Biri qabristonlik namoz o'qisa yaxshi emas deb qaragan. Yana birisi uyinglarni qabristonlik o'xshash qilib qo'ymanglar, ancha-muncha namoz o'qinglar degan. Chunki o'lib ketganlarning qabri uyda namoz o'qilib bo'lmaydi. Chunki ularning yaxshi amallari uzilib qolgan. Ularning majburiyat takliflari dunyoda o'lim bilan oxirlashgan.
u yerda namoz o'qiyman deb o'qig'ili bo'lmaydi. Ya'ni qabirdek bunda uyga o'xshash bo'lib qolmasin dunyodagi uyinglar deganni ifodalaydi deb qaragan. Bu yerda yana birisi ulamolar butun har qanday nafl namozlar ko'pincha uyda bo'lgan yaxshi. Lekin tarovihdan boshqa, chunki tarovihning masjidda bo'lgan afzal. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday qilgan deb qaragan. Bugungi darsimiz mushakish bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.